Assalomu alaykum. Biz mana Andijon tuman Sharq yulduzi MFSida joylashgan konturga keldik. 10 gektarlik konturda mana no'xat mahsuloti ekilgan. Fuqarolari dehqon xo'jaligida 60 tadan iborat dehqon xo'jaligi ishtirokida no'xat mahsulotini yetishtirish bo'yicha kontur a'zolari ishtirokida mana no'xat mahsuloti yetishtirish jarayoni ketyapti. Ko'chatlar unib chiqqan, chopiq jarayoni ketyapti. Umumiy 10 gektar maydon mana atrofi bilan aylantirib yerda o'rtasida turibmiz. Uzunasiga 700 metr, eniga 400 metr atrofida bo'lgan. Ushbu konturimizda no'xat mahsuloti mana buyoqda ko'rsak bo'ladi. Chopiq jarayonlari ketyapti, fuqarolar ishlayapti. Dehqon xo'jaliklari ishlayapti. Lokatsiyalari bilan tashlaymiz.